Ispan futbolining bu qarorlari sizni aqldan ozdirib yuboradi. Bu qarorlar futbolchilar, murabbiylar va klub prezidentlarini ham bezdirib yubordi. Bu qanaqa qarorlikka qiziqyapsizmi? Video davomida batafsil ma'lumot beramiz. Eng g'alati qarorlarning birinchisi bu: agar siz kubok yutadigan bo'lsangiz, u sizga mavsum so'ngida berilmaydi va balki siz uni mavsumning boshlanishiga qadar kutishingiz kerak. Bilamizki, milliy chempionatlarda mavsum yakunlanganidan so'ng g'olibga kubok taqdim etiladi. Ispaniyada ham aslida shunday, faqat nishonlanayotgan paytda kubokni sizga taqdim etishadi, keyin esa qaytarib olib qo'yishadi va yangi mavsum boshlanishidan oldin kubokning nusxasi yasab, klublarga esdalik uchun topshiriladi. Klublar muzeyida turgan bu titullar aslida kuboklarning nusxasi hisoblanadi. Ikkinchi o'rindagi g'alati qaror bu: birinchi raqamdan 25-raqamgacha bo'lgan sonlar jamoada to'ldirilishi kerak. Uchinchi pog'onadagi g'alati qaror barcha davlatlarda bor, faqat Ispaniyada biroz qattiqroq ishlaydi. Yana bir g'alati qaror: har qaysi jamoada bitta o'yinda 3 tadan ko'p yevropalik bo'lmagan futbolchi o'ynay olmaydi. Masalan, Realda Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, Federico Valverde, Endrick kabi yevropalik bo'lmagan o'yinchilar bor. Ularni esa bir o'yinning qaydnomasiga kiritib bo'lmaydi, sababi faqatgina 3 ta yevropalik bo'lmagan futbolchini qo'shish mumkin. Shu sababli bu futbolchilar Ispaniya fuqaroligini olishlari shart bo'ladi. Bu qaror futbolchilarni, murabbiylarni va albatta klub prezidentlarini ham aqldan ozdirishi aniq. 4-o'rindagi qarorni yaxshi ham yomon ham deya olmaymiz. Sababi Barselona Lionel Messining 10-raqamini, Real Madrid esa Cristiano Ronaldoning 7-raqamini nafaqaga chiqara olmaydi, muzeyga ham saqlab qo'ya olmaydi. Buning yaxshi tomoni, boshqa futbolchilar bu raqamlarni kiyishi bu klublarning top raqamlari band bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Yomon tomoni esa, bu futbolchilarning o'rnini bosa olmaydigan futbolchilar kelsa, u futbolchi anchagina tanqidlarga qolib ketadi. Masalan, Ansu Fati Lionel Messining raqamini ko'tara olmay, yosh iste'dod deyarli futboldan yo'q bo'lib qoldi. Siz shunga o'xshagan yana qanaqa g'alati qarorlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring hamda iFootballga obuna bo'lishni unutmang.